10 yil ko'rinmagan oy. Birinchi qism. Nihoyatda shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövende İslam Çakarları Gruppası tayyorlagan hicret tarihlaridan 10 yil ko'rinmagan oy nomli asarni anglitishimizdan boshlaymiz. Olamlarning Parvardigori Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Alloh yakki yegonadir, uning sheriki yo'qdir. Podshohlik uningga xosdir. Maqtosh uningga xosdir. U hamma narsaga qodirdir. U yoshirinni va oshkorini bilguchidir. Osmon va zaminni yaratquchidir. Agar Alloh bizni hidoyat qilmagan bo'lsa edi, hidoyat topmagan bo'lardi. Alloh hidoyat qilgan kishini hech kim ozdira olmaydi. Shuningdek, Alloh ozdirgan kishini hech kim hidoyat qila olmaydi. Jumladan, men bir ozg'un yigit edim. Alloh menga hidoyat bermagan bo'lsa, men ozg'unlik ichida o'zimga va ota-onamga ziyon yetkazgan bo'lardim. Meni hidoyat qilgan Alloh ondan o'zining yo'lida har turli musibatlar bilan sinab, qalbimni o'ziga moyil qilgan, o'zining yo'lida butkul hayotimni eng oddiy qilib yashash, mu'minlarga xor, kofirlarga izzatli bo'lishga yuzlandirgan Allohga va yana gunohlarimga tavba qilish fursatini bergan Allohga o'zining ulug'ligiga loyiq maqtoshlar bo'lsin. Allohning elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. U kishi bütün insoniyatga hadiya qilingan rahmatdir va ato qilingan ne'matdir. U bizga Allohning elchiligini to'liq yetkazdi, omonatni ado qildi. U bu ummat uchun eng ko'p arziyat tortgan kishidir. Insonlar kufr qorong'uligida tang'arqab, ozg'unlik patqoqlarda azvaylab yurgan paytda ularni Allohning vahiysi bilan va go'zal axloqi bilan iymon nuriga chaqirdi. Peygamber aleyhisselamның sahabelerden Allah razı bolsun ki, ular din üçün barlığını pida qılgan, Allah rızalığı üçün hicret ve cihat qılgan. Rahat parağatlik turmuşdan Allah üçün vazgeçip, dünyanın her qaysı joylarına, asmandaki yulduzlardek çekilip, Allah'ның diniga yardım bergen kişilerdir. Ular bizge öz hayatını ülge qilib qoldirib ketdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ail tavbatlarına Allah'ның rahmetleri ve salamı bolsun. Hürmetlik okurman. Tövende sizce sunmakçı bolgan tarihi eser hayatta hakiki bulup ötken hicret kıssıdır. Men bu tarihni en doğru şekilde ifadeleş üçün vakiyalikte nemi bolsa şunu yazdım. Yani kişide bolgan süpetler aynen ifadelendi. Bazı yerlerde kişi yaman süpetlengen bolsa, men hergizmo kişini çürüşni yoki ayıpleşni maksat qilmadim. Yoki bazı yerde kişi yaxşı süpetlengen bolsa, men hergizmo kişini aşırıp yoki boshqacha maqtab ko'tarib etmedim. Şuna siz ayıplepdi yoki bek maqtab etibdi deb ortiqcha o'ylab ketmang. Shundaq men ilgari yozgan Soğuq Bilezuk degan asarda ishora qilib o'tgan kishilar bo'lgan. Ve şu eserde aytganimdek, keyinki eserlerimde bazı kişilerinin tarixini Allah qadir qilgancha tafsili yezib qoldirman degan edim. Mana bu siz o'qib bilmoqchi bo'lgan tarixiy yozma. Shu qatardagi mehribon va mard akashning obrazidir. Men bu eserde bu kishining barliq ulgulik va ibratlik hayotini tafsili yezib qoldirman inshaalloh. Buningdagi asosiy maqsadim Allah hidoyat qilgan eng baxtli kishilarning baxt tuyg'usini his qildirish. Şundaqlı Qur'onda oliy rizqlar ular uchun tayyorlandi degan kishilarning sifatini aslatish. Yiroq o'tmishdagi hijrat tarixiy asarlardan ibrat olmagan kishilarning yaqindagi hijrat tarixlarini ko'z oldiga kelib, o'z vaqtidagi vatandan elib chiqqan sog'lom aqidasini qaytadan bir aslatish uchun yozdim. Alloh taolo maqsadlarimga yetkazgay, qilgan amalimni qabul qilgay va chin ixlos ato qilib, asarning nom shuhratini emas, balki asarda ifodalangan fidokorlikdan ulgu elib, har kishi o'ziga ibrat elishni umid qilaman. Asarning yozuvchisi ilgirgidekli nomsizdir. 10 yil ko'rinmagan oy.
Biz bu shaharga kelgili 3 kun bo'lgan edi. Biz shahar ichidagi cho'ng avtobus bekatining oldiga selingan mehmonxonada bir kimlarnidir saqlab turib. Bu jarayonda asosiy jihatdan to'r aloqa qilmay yotoqda yo'l saqlab turdik. Tamaqimiz uchun mehmonxonaning yon tarafidagi Lanjoluq Xuyzo musulmonning oshxonasidan tamoq akilib yedik. U oshxona biz turayotgan yotoqdan 100 metr yiroqlikda edi. Bizning har kuni bu oshxonaga tamoq kelganimizni ko'rgan Tungan xo'jayin bizga alohida diqqat qilish orqali bizning vatandan kelganimizni bilib qopti. Bir kuni oshxona xo'jayini yenimizga kelib o'ltirdi va "Sizlar Shinjonlikmi? Men Shinjonda necha yil turgan" deb gap boshladi. U gapining oxirida "Agar xohlasanglar, men sizlar yaxshi ko'radigan lag'man tayyorlab beray" dedi. Biz nihoyat xush bo'lib ma'qul bo'ldik. Ondan oshxona xo'jayini bizga lag'man tayyorlab berdi. Bu lag'man bek o'xshamagan bo'lsa-mu, xeyli yomon emas edi. Shuningdan keyin biz bir necha qatam bu oshxonada lag'manga o'xshaydiganroq lag'manni yedik. Keyin bir kuni bizni chet elga yo'lga salmoqchi bo'lgan do'stimiz o'zining uyida ayoliga polo o'tkazib yotoqqa elib keldi. Biz tamoqni yeb bo'lgandan keyin do'stimiz bizga bugun tushdan keyin bir necha odamning yonimizga keldiganligini, ondan bugun kechdilar bizning Xitoy chegarasidan o'tib chet elga mangdiganligimizni aytdi. Biz xo'shal bo'lishib, kech bo'lishni saqladik. Rost deganda shom namoziga 10 minut qolganda radsiz kiyingan, to'limi charchagan bir ayol ve 2 yaş etrafidagi bir qiz bilan 4 yaş etrafidagi bir qiz. Ondan 8 yaş etrafida bir o'g'il bola. Bular bilan billa 45lar chamisidagi chochlari boshqurilmay o'sgan, burut saqili yuzini qaplab ketgan, kiyimlari bir xil qo'lashmagan, chiroyi qaramtul kishi yenimizga keldi. Qaramoqqa bular bir oila kishilarga o'xshaydi. Bu vaqtda biz shom namozi uchun tayyorlik qilib o'tdik. Bu kishi darhol tahorat elib yenimizga keldi. Ammo yenidagi o'g'il bola yerda qo'yilgan cho'ng so'mkaga yo'linib, mugdab uxlab o'tadi. Men u kishiga "Aka, ma'u bolalar namoz o'qimamdi?" deb so'radim. U odam "Men bilmayman" deb javob berdi. Bu vaqtda bu odam bakli jijilishib ketgandek qiladi. Hatto mening ko'zimga ozroq nervisi ojizdek bilindi. Ondan uchimiz billa shom namozi o'qidik. Namozdan keyin do'stim menga telefon qildi. Do'stim telefonda birozdan keyin bir ayol yeninglarga keladi. Ular kelgicha yotoqda saqlab turinglar va heliqi yangi kelgan kishidan yo'l pulini elib tayyorlab qo'yinglar dedi. Men telefonni qo'yib yangi kelgan kishiga "Aka, ma'u so'mkalar bak cho'ng ekan. Texi 3 tal so'mka. Bizning mangdigan yo'limiz tog' yo'li. Bularni ko'tarib mangmoq tas. Shunga bularning ba'zilarini tashlab etili" dedim. "Va yollarda qanchalik pul bor? Qandoq pul? Dollarmi yoki Xitoy pulimi?" deb so'radim. Bu odam "Bu so'mkalar mening emas, mening hech narsam yo'q" dedi. Men "Undaqda ma'u bolalar kim?" deb so'radim. U odam "Men bularni tunimayman" dedi. Men "Sizlar nereden, qaysi shahardan keldinglar?" deb so'radim. U odam "Biz Guangzhoudan birga keldik" dedi. Bu qitimliq anglitishimiz bu yerda tugadi. Keyingi anglitishimizda ko'rishguncha Allohga omonat. Assalomu alaykum. On yil ko'rinmagan oy. 2-qism. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövende İslam çakarları gruppasi tayyorlagan hijrat tarixlaridan 10 yil ko'rinmagan oy nomli asarni anglitishimizni boshlaymiz. Sizlar nereden, qaysi shahardan keldinglar deb so'radim. U odam "Biz Guangzhoudan birga keldik" dedi. Men "Hey, bu qandoq gap? Bu yer bilan u yerning oraliqi necha kunlik yo'l tursa? Sizlar yo'lda mang'ach paranglish baxmadinglarmi?" deb so'radim.
u odam tamtirabli turibdi. Ondan men yeliqi kichik boladan so'rab, "U odam kim o? Sening nimang bo'ladi? Sen bu yerga kim bilan kelding?" deb so'rashga boshladim. Bu bola mendan qo'rqib ketdimi, o'zicha yig'lab ketdi. Shuning bilan men yenimdagi do'stimga, "Adosh, mavu kalladan ketgan odamlar ekan. Nima qilar bular hijrat qilamiz deb. O'zinglar gap qilinglar bularga" deb qo'yib, o'rnimga berib o'ltirdim. Ondan do'stim u odamga yumshoq qilib, "Aka, yeningizda qanchalik pul bor?" deb so'radi. U odam, "Men yenimdagi pulni sanab boqmadim, bilmayman" deb javob bergach, yanchuqlarini oqtirishga boshladi. Shu kuni bu odam ko'p yanchuqi bor jilit kiyib olgan ekan. Har bir yanchuqini oqtirsa 3000 yoki 5000 atrofida pul chiqishga boshladi. Ondan men yeniga kelib yordamlashib, bu odamning hamma yanchuqidan bor pullarni hammani teshib oldim. Do'stim pullarning hammani yig'ib sanagan edi. Bu pul 90 ming Xitoy puli ekan. Men u odamga, "Bu pul seliningmi yoki mavi ayol bolaningmi va yoki hammanglarning puli mushumi?" deb so'radim. Bu odam yana shu ko'ni gapini qilib, "Men bilmayman. Asli mening yenimda pul yo'q edi. Keyin Guangzhouda bir bola 5000 ko'y pul bergan. Shu pulni bilaman" deydi. Tova, bu bakli qiziqish-ku. Men bularni anglab nervam chechilib ketdi. Shu asnoda bizni yo'lga salmoqchi bo'lgan do'stim telefon qildi. U telefonda, "Birodar, yangi kelganlardan ayol bolaga pul to'g'risida gap qilmanglar. Ammo er kishining o'zi uchun yo'l haqiga 30 ming ko'y elib tayyorlab qo'yinglar" dedi. Men bu gaplarni anglagandan keyin, demak bular rostilla arayolmaskanda deb ishonishga boshladim. Ammo yana bu odamning taqqutuqi gaplaridan bu kishini sarang o'xshaydi degan edim. Shuning bilan men bu odamga kirishib olmay, do'stim bilan mengish vaqtini saqladim. Kecha soat 9:00 atrofida do'stimdan telefon keldi. U telefonda, "Yotoqning oldiga tushib saqlab turinglar. Men hozir mashina olib boraman. Bugun yo'lga chiqsizlar" dedi. Biz narsalarimizni elib pastga qarab mangdik. U odammi cho'ng sumkasini ko'tarib keynimizdan mangdi. Eliq kichik bola yig'lagan holda kichikroq bir sumkani aran ko'tarib mangdi. Ondan hammamiz birga yotoq oldiga tushdik. Yotoq oldida biroz saqlab turgandan keyin mehmonxona oldiga bir ayol va 12 yoshlar chamisidagi bir o'g'il bola keldi. Bu ayol homildor ekan. Biz ular bilan ko'rishdik. Ondan ular o'zlarining bu yerdan biz bilan birga yo'lga chiqadiganini aytdi. Shuning bilan biz ular bilan birga yotoq oldida mashina kelishini saqlab turdik. Bir ozdan keyin bizni yo'lga solmoqchi bo'lgan do'stim keldi. U birdamgacha chegaradagi Xitoydan xabar kelsa, ondan yo'lga chiqamiz. Shunga xabar kelgicha bir oz saqlayli dedi. Biz mehmonxona oldida toki kech soat 12lar bo'lg'ich saqladik. Ondan chegaradagi Xitoy do'stimga telefon qilib, "Bugun mangmaysizlar. Yana 10 kun saqlab, ondan mangsizlar" debdi. Shuning bilan biz, "Ajab yo'l bo'lmadi. Yana qanchalik saqlarmiz?" deyishgach, yotoqqa kirib ketdik. Ertasi deyildi. Bizning hozirgi sonimiz ko'p. Shuning uchun bu yotoqda bundoq to'plashib tursak bo'lmaydi. Biz boshqa yotoqqa o'tkilib ketaylik, deyishib, boshqa yerdan yotoq oldik. Bu yangi yotoq yeliqi tungan oshxonasiga xeyli yiroq ekan. Shunga bizning oshxonaga berib tomoq akilishimiz qolaysiz bo'lib qoldi. Ondan biz bir to'qliq qozon setib oldik va shu qozon bilan yotoqda tomoq etib yedik. Bizning tomoqimiz tuxum aralashtirilgan shifan edi. Biz bu bir xil tomoqni 3 vaqt yedik. Esimda qilishcha, bizdan keyin kelgan homildor ayol yotoqqa tunji kelgan kechasi yangidi. Ondan ular shu yotoqda 3 kun turib qolgan edi. Bular bakmi esimda qolmabdi. Ammo qiziq yeri shuki, agar biz shu kuni mang'in bo'lsak, bu homildor ayol chegaraga berib tog'da tug'ib qo'ygan bo'lsa, qandoq qilar edik? Demak, har bir ishning bo'lishimi Allohning hikmati bilan, bo'lmasligi Allohning hikmati bilan bo'ladi ekan. Gapimizga kelsak, biz bu yangi yotoqda 9 kun turgandan keyin chegara yo'li ochilibdi. Endi mangsanglar bo'ladi degan xabarni topshirib olgandan keyin biz chegara taqlariga qarab yo'lga chiqdik. Bu vaqtda yiliqi tug'utliq ayol to'liq asliga kelibmi bo'lolmagan edi. Ammo bu jasur ayol bizdan qilib qolmay safarga biz bilan billamadi. Biz yotoqdan yo'lga chiqib, toki chegaraga borguncha bir kichik minibus mashinada qistilishib o'tirdik. Şoför bizni kayni yo'llarcha elib menyapti. Yo'llar bakmi egiz bas ekan.
Ondan biz sahar vaqti soat 3lar atrofida chegara ko'rinib turadigan yerga kelib to'xtadik. Ondan yo'l ustidan tog' bag'riga qarab, tong suzligicha tog'lar ichida piyoda mangdik. Ondan tog'liqdagi kichik bir bo'shliqqa kelib to'xtadik. Bizni bir Xitoy yo'l boshlab bu yerga elib kelgan edi. U Xitoy bizga bu yerda midirlamay turinglar. Kechda qorong'u tushganda ondan yo'lni davom qilamiz dedi. Bu qitimliq anglitishimiz bu yerda tugadi. Keyingi anglitishimizda ko'rishguncha Allohga omonat. Assalomu alaykum. Şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuh. Tövəndə İslam çakarları qrupsi tayyorlagan hicrat tarixlaridan 10 yil ko'rinmagan ay nomli asarni anglitishimizda boshlaymiz. On yil ko'rinmagan ay. 3-qism. Bizni bir Xitoy yo'l boshlab bu yerga elib kelgan edi. U Xitoy bizga: "Sizlar bu yerda men kelguchi dam elib turinglar. Men sizlarga tamoq elib kelaman" deb qo'yib ketib qoldi. Biz bir kun bu sasliq o'rmonda u Xitoyni kutib turdik. Bu kuni bizga keyin qaytilgan Akash kech bo'lguncha bizga gap qilmagan edi. Bir narsa so'ralsa bilmayman dedi. Bizmi ko'p gap qilmadik. Kunduzda Xitoy kelmadi. Qo'rsoq ochsa, men Urumchidan olg'at kelgan xurmani yedik. Kichik bolalar to'xtamay yig'laydi. Bu bolalardan tuqqan ayollar bolasini pes qila olmay, ularmi yig'laydi. Chunki bolalarni tizdan pes qilmasa, bu chegara atrofi bo'lg'ach, kichik bolaning yig'i ovozi saqchiga anglansa sezilib qoladi. Qarasam, G'alita Akash bilan kelgan ayolning 2 yoshli qizi to'xtamay yig'lag'ach, onasi balasining yig'i ovozi bek chiqib ketmasligi uchun balasining ig'izini tutib olibdi. Men bu jarayonda necha qatim bizga yo'l boshlab kelgan Xitoyga telefon qildim. U Xitoy saqlab tur, men hozirla tamoq elib boraman deb qo'yadi. Ammo bu kafir Xitoy shom namozi bo'lay deganda yenimizga ichadigan suv va boshqa ozroq meva-chevalar elib keldi. Ondan biz Xitoy bilan yo'lni davom qildik. Bu yo'l barg'ancha tog' usti yo'linishiga qarab meng'avatdi. Shunga bu yo'lda ayol kishining bola ko'tarib yo'l yurishi emas, quruq mengishimi tas edi. Mening do'stim kichik somkini mo'risiga ortib, 2 yoshli o'g'lini qo'lda ko'tarib meng'avatdi. Ayoli birdan yo'ldashiga yordamlashib, somkini ko'tarishib oldi. 2 qizi va o'g'li bor ayol 2 yoshli bolasini ko'tardi. Bular bilan birga kelgan akamiz bular elib kelgan cho'ng somkini ve 4 yoshli qizni ko'tarib mangdi. 8 yoshli bola kichik bir somkini ko'tardi. Mendan o'zimning kichik somkamdan boshqa hammamiz tang ishlatiladigan qozon qumuch va oldin tayyorlab olgan to'g'raqliq sabzi, may narsalar qochlangan cho'ng somka bor edi. Bu oqshomdagi tog' yo'li men uchun normal edi. Chunki men ilgirki asarda yozganimdek bundaq tog'larda ko'p mang'an. Shunga bu safar menga hech qanday og'ir kelmadi. Ammo do'stim va boshqalar aran ketyapti. Biz mushundaq 2 soat atrofida mengib, tog'ning ust tarpiga chiqib, kichik bir yerga kelganda yo'l boshlab mangan Xitoy ozroq dam olib olayli deb to'xtadi. Eng oldida Xitoy, ondan men. Yenimda yiliqi G'alita akamiz, undan keyin boshqalar. Eng keyinda to'g'tuq ayol eri bilan kelyapti. Men dam elishga to'xtagan hamon keynimda qolgan 2 yoshli qizni ko'tarib kelayotgan ayolning oldiga balani ko'tarish uchun keldim. Men u ayolga yaqinlashganda u ayol yig'lab, o'g'lini va quchqidagi bolasini tillab kelayotgan ekan. Bechora ayolga bakmi ichim og'irdi. Men darhol balani elib mangdim. Bu vaqtda ayolning yenidagi 8 yoshli o'g'limi aran qopti ekan herib. Ayol o'g'lidagi somkini ko'targach, keynimdan mangdi ve boş ovozda: "Nemishqimi tuqqan bo'lg'utim, sen tozlani. Shundoqmi tortdim jafolaringni. Dodang degan xo'jam o'zi yolg'iz ketib oldi. Mana boshqalarmi Ariel mangdikan-ku.
barxapılıqni manga ortib qo'yib degach to'xtamay koyib mangdi. Biz dam olish o'rniga kelsak, Xitoy mangayli deydi. Men to'xta, saqlab tur. 10 minut dam olib olayli dedim. Xitoy bo'lmaydi. Tez mangmasak tog'dan bugun kecha o'tib bo'lolmaymiz deb o'rnidan turdi. Ammo bu ayol va yangi tug'utliq ayol bu yerga kelibla o'zini qo'yib o'tgan edi. Chunki bular haqiqatan harg'an edi. Shuning bilan men Xitoyga qara, mavlar ayol kishi, bular bek yerib ketdi. Hech bo'lmasa 5 minut saqlab ondan mangayli dedim. Xitoy qaqshab tamakidan birini chekdi. Ondan mangdigan bo'lib, men 2 yoshlik bolani va qozon qumishni ko'tardim. Mendagi kichik so'mkini do'stim elib oldi. 8 yoshlik boladagi kichik so'mkini G'alita akamiz oldi. Hozir bu akamizda yolg'iz ko'tarsimi eg'ir keldigan cho'ng bir so'mka, 4 yoshlik bir bola va kichikroq bir so'mka bor edi. Mana mushundaq narsalarimiz bilan biz toki yerim kechikcha to'xtamay yo'l mangdik. Keyin mingib egiz bir toshliq tog'ning ustiga chiqibdimiz. Bu yerdan chegara mashina o'tish punktini aniq ko'rgili bo'ladi ekan. Tog'ning eng egiz yerida xuddi Xitoy qabrlariga qo'yilgandek cho'ng tosh bor ekan. Biz bu yerda 10 minut dam oldik. Men heliqi toshga qarab baqdim. U toshning bir tarafida Jungo, yana bir tarafida Vyetnam deb yozilgan ekan. Men hamrohlarimga, "Ey, biz hozir dal chegaraga keldik. Bu taraf Vyetnam, bu taraf Jungo ekan" dedim. Men hamrohlarimga, "Ey, biz hozir dal chegaraga keldik. Bu taraf Vyetnam, bu taraf Jungo ekan" dedim. Heliqi G'alita akash darhol yenimga keldi. U toshga qarab, toshni silab turib, mendan "Bu Jungo degan xatmi?" deb so'radi. Men, "Ha, qarang, mau Jungo, mau Vyetnam" deb toshdagi xatlarni qayta ko'rsatdim. Ondan bu akimizning kanellari bo'g'ilgan holda, men oxiri Xitoydan chiqadigan bo'ldim. Endi bir qattiq varqirib olaymi deydi. Men, "Sarangmisizlar? Soqchi, bu yoqqa kel. Biz mau tog'da bor demoqchimisizlar?" dedim. Ondan u odam asta yenimdan ketib o'rnidan o'tirdi. Bu tog' cho'qqisida biz ozroq dam elib bo'lgandan keyin yana mangdik. Emdiki yo'limiz tog'dan tushish yo'linishi edi. Ko'nalar bir gap bor. Tog'dan tushishni bilsang, chiqaver deydigan. Rost degandek yo'l texmi askilashgan edi. Cho'ng toshlardan esilib tushadigan, atlab o'tadigan toshlar. Bundaq yo'llarda bechora ayollar ajoyib qiynaldi. Bo'libmi, G'alita akash bek ko'p narsa elib olgan. Uning chidamchanligini men his qilyaptim. Bu qitimliq anglitishimiz bu yerda tugadi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat. Şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuh. Tövəndə İslam çakarları qrupsi tayyorlagan hicrat tarixlaridan 10 yil ko'rinmagan ay nomli asarni anglitishimizda boshlaymiz. On yil ko'rinmagan ay. 4-qism. Çoğun taşlardan esirip düşüdüğün yerler, atlap ötüdüğün taşlar. Bundaq yollarda bechara ayollar acayip qiynaldi. Bo'libmi, G'alita akash bek ko'p narsa elib olgan. Uning chidamchanligini men his qilib atatdim. Biz shundaq minib bir yerga kelsak, tog' orasida yo'l chiqib qoldi. Asli bu yo'l chegara saqchilari uchun chegarani chorlash yo'li ekan. Biz yo'lga yaqinlashganda yo'lning bir tarafidan chiroq nuri ko'rindi. Şunun bilen bizge yol başlaydigan Xitoy bizni bir çöplükü yushundirdi. Biz çöplükte bir saat yushunib yatqandan keyin ondan yo'lning qarshi tarafiga o'tib, yo'lni davom qildik. Ammo bu vaqt tong suzilay deb qolgan edi. Şunun bilen Xitoy bakli qoqshab ketdi. Xitoy, "Har qaysing tiz mangmay, mana tong yo'rib ketdi. Endi mangsak bo'lmaydi. Bu yerda yetib, kashti yo'lga chiqamiz" deydi. Bizga bu gap tozimi xo'sh yoqdi. Shuning bilan biz namozni o'qib bo'lib, o'ltirgan yerimizda uxlab qopdimiz. Keyin
Men uyg'onsam, vaqt tush bo'lib ketibdi ekan. Qarasam, heliqi G'alita akash uxlamagandek qiladi. U bizdan sal yiroq bir yerda o'tirib, duo qilib o'tibdi ekan. Uning ko'zlari yig'lab ishib ketibdi. Men asta-yiniga kelishimga o'rnidan turib, oldimga keldi. Men "Sizlar uxlamadingizmi?" deb so'radi. U odam "Bu chegara ekan, birarsi kelib qolmasin deb uxlamadim. Uning ustiga mavi kichik bola yig'lab onasini uxlatmadi. Bolani past qilib, onasini uxlab olsin dedim", deydi. Men yaxshi bo'pti. Amisa peshin namozdan uxlasizlar" deb qo'yib, boshqalarni uyg'otdim. Biz turgan yer cho'ng bir qumushliq ko'lning atrofi ekan. Bu yerda dunyodagi pashkomatning lukchaklari yashaydigan o'xshaydi. To'xtamay chaqadi ekan. Chaqqan yeri shu hamon ishib qopirib ketadi ekan. Voy, bu kuni qo'rsqimizni yana shu xorma bilan yo'llab turdik. Tushdan keyin pashkomatlar bilan urushib, qon berishdan boshqa hech ish qilmadik. Sham namoziga oz qolganda bu pashkomatlar xuddi jangdagi askarlardek "Hurra!" deyishib, ving ovozlar bilan to'plashib kelib chaqatdi. Yo'l boshlig'i Xitoyning yonchuqida o'ziga tayyor qilib olgan to'rli qalpiqi bor ekan. Uni pashkomatlar chaqolmaydi ekan. Keyin biz sham namozini o'qib bo'lib, yana mangdik. Esimda qilishcha, bu yerda biz cho'ng so'mkadagi ba'zi narsalarni tashlab etdik. Ondan yukimiz ozroq yeniklashdi. Biz balkim 3 soat atrofida mang'andan keyin tog'ning to'van tarafidan chiroq yonib turgan yezi ko'rindi. Bu vaqtda Xitoy aloqa qilib oldimizga mashina o'dillabdi. Esimda qilishcha, kech soat 11lar atrofida oldimizga oq ranglik bir lat pikap keldi. U mashinaga hammamiz chiqqan edik. Shunga mashinada bakli qiynaldik. Texmo chataq yeri men bilan bu G'alita akash bo'ytaq bo'lgandan keyin mashinaning eng oxirdagi yerda yotdik. Yo'l bakli egiz bas ekan. Mashina to'la chiqib qiynalatdik. Biz mushundaq minib sahar soat 4lar atrofida bir mehmonxonaga kelib to'xtadik. Yo'l boshlig'i Xitoy bu mehmonxonadan bir necha yotoq ichib berdi. Bu yotoq xuddi sahroning uylariga o'xshaydi. Biz bu yotoqda atsi peshin vaqtigacha turdik. Attiganlik nashtiga oshxona xo'jayinidan ozroq guruch elib, savzini selib, pulumu yoki shifandisimi bo'ladigan tomoq tayyorlab nashta qilib oldik. Bu ishlarning hammasini G'alita akash bilan men qilatdim. Shu vaqtda u akashqa chaqchaq qilib, "Hamma odam xotin olganga to'ya" deydi ekan. Asli bu xato gapkan. To'g'risi xotin olmaganga to'ya desa bo'pti ekan, desam, bu odam kulib ketib, "Birodar, agar bilsizlar, bu bir baxt. Alloh uchun ketayotgan kishilarning xizmatini qilish hamma odamlarga nasib bo'lmaydi. Men ichkarida 1,5 yil yo'l izlab yurdim. Bu jarayonda, ey Alloh, menga hijrat yo'lini bersizlar. Agar men bu yerdan qutulib hijrat qila olsam, mujohidlarning paypiqini yuyib, tomog'ini atsammi, o'zimni bak baxtli hisoblayman. Meni shuningga bo'lsa-mo yetkizsizlar" deb hur yig'lab duo qilgan qarindoshlarni ko'p uchratdim, deydi. Men, "Voy, sizlar xeyli gap qildikanlar, ha? Gap qilsalar, sizlar kim? Nega mangdilar?" desam, bu akash, "Men musulmon, Alloh tarafga mangdim" dedi. Ondan gaplar bo'linib ketib, boshqa ishlar bilan biz peshin namozdan keyin yotoqdan ozroq yiroqdagi cho'ng bir avtobusga chiqib, yo'lga chiqdik. Bu bo'lsa Vyetnamning Hanoy degan o'lkasi edi. Biz hozir bu tog'liq kentdan Hanoy shahriga qarab menyotdik. Bu yerning havosi bakmi issiq ekan. Avtobus eski, nihoyatda ko'ni bo'lib, ichi texmi issiq edi. Bizga avtobusning eng oxirini berdi. Ayol, bolalar oxirining osti qavat karvotida, erlar usti qavat karvotida yotdik. Mashinada to'limi yiqimsiz ahangda naqsh chiqib turadi. Yo'lda qo'rsoq ochsa, bar xormani yedik. Biz shundoq yo'l mangib, atsi saharda Xonay o'lkasining shahar markaziga kelibmiz. Bu yerda normal mehmonxonaga tushdik. Bu vaqtlarda yenimizda yo'l boshlaydigan bir odam bor edi. Bu kishi Vyetnam chegarasidan o'tgandan keyin oldimizga mashina elib borgan kishi ekan. Biz yotoqda tomoq etib yemoqchi bo'lib, men va do'stim ikkimiz boshqalardan so'rab yurib, to'xu go'shti sotadigan yerga bordik. Bu yerda barliq sayko'ktot va har xil go'shtlarni sotadi ekan. Ammo bular musulmon degan gapni anglabmi boqmagan ekan.
Biz halol go'sht topolmay, tirik to'xu izlab, bir qassobning uyida to'xu borligini bilib, qassob bilan uyga bordik. Biz yo'lda qassobning motosi bilan mangan. Yo'lning hammasi motosiklet edi. Bu o'lkada hammasi motosiklet minetgan. Men hayotimda bundaq motochilarni ko'rib boqmagan. Bir qizil chiroq yansa, to'xtagan motosiklet 1 minut ichida birer mingga boradi. Biz xeyli chetdagi uyga bordik. Bu yerda ko'p to'xular bor ekan. O yerdan 2 xo'rozni tutib, shu yerda bo'g'izlab, go'shtlarni parchalab elib keldik. Ondan yataqda qozonda liq bir qozon polo etdik. Qozonimiz bakmi cho'ng emas edi. Shunga 2 qatim etarmiz deb oldida etgan oshni ayol bolalarga berib, ulardan oshqanni bolalar bor qarindoshlarga berib, men va G'alita aka ikkimiz 2-chi qatimliq poloni yeymiz deb yemagan edik. Ammo savzi qo'rib tursak, yataqning oldiga mashina keldi. Hozir darhol mangsile deydi. Ajoyib ish bo'ldi. Tamoq etib, yeyolmay och amalsiz mangdik. Men mashinada mang'ach, Eliq akashqa: "Hey aka, istsang toparsan" deb, texi qaysi kuni biz och qolsaqmi mayli, qarindoshlarning xizmatini qilsak, maqsadga yetgan bo'lamiz devatadilar. Mana qo'rsoq och, maqsadga yetdilimi deb kulib qo'yib, "Kelsilar, ma xurmini yeyli" desam, bu akashmo kulib qo'yib xurmini yedi. Bu qatim biz chiqqan mashinamo o'xshashla oldingi qatimqidek koni avtobus edi. Bu mashinada esimda qilishcha 2 kecha 2 kunduz mangdik. Yo'l bakmi yiroq ekan. Havo ajoyib issiq edi. Yo'lda mang'icha bir yerda kichikkina meva-chevini $100 oldik. Yana bir yerda tamoq to'xtaganda men mashinadan tushibla oshxonaning keyniga chiqdim. Bu oshxona xuddi Urumchidan janubga mangsa yo'l ustida uchraydigan tungallarning oshxonasiga o'xshaydi. Bu qitimliq anglitishimiz bu yerda tugadi. Keyingi qitimliq anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat, omon bo'linglar. Yıl görülmeyen ay. 5. kısım. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarları gruppisi tayyorlagan hicret tarihlaridan 10 yıl ko'rinmagan ay nomli asarni anglitishimizni boshlaymiz. Yana bir yerda tamoq to'xtaganda men mashinadan tushibla oshxonaning keyniga chiqdim. Bu oshxona xuddi Urumchidan janubga mangsa yo'l ustida uchraydigan tungallarning oshxonasiga o'xshaydi. Men oshxonaning keyinda turgan to'xuni ko'rib, xo'jayinga to'xuni bizga setib berishini talab qildim. Men uningga: "Biz musulmon, sening tamoqingni yeyolmaymiz. Shunga bu to'xulardan bir nechini setib bergan" dedim. Oshxona xo'jayini ma'qul bo'lib, "Undaqda bu to'xulardan tuta olsang tutib ol" deb, endi 2 oylik bo'lgan ko'jilarni ko'rsatdi. Shuning bilan men do'stim va G'alita akash uchimiz bu ko'jilarni qo'g'lashga boshlab, bakma tasda aran 2 tal ko'jini tuta oldik. Bu cho'jilar kaptardan cho'ngroq edi. Biz darhol ko'jini suyib, go'shtlarni ziqqa o'tkazib, oshpazning cho'ng uchiqiga opirib, kavob qilish uchun o't qoqladik. Ammo go'sht pishmasda avtobus shoferi bizni chaqirib, "Tamoq vaqti to'shdi, endi mangimiz" deb mashinasini qo'zg'ab bo'lgan ekan. Shuning bilan biz chalib pishgan to'xu kavobini elib mashinaga chiqdik. Bizning buncha kechikishimiz to'xuni tutolmay bak ko'p vaqt o'tkazib o'tgan edik. Ammo chalib chiqqan kavobni har hol yegili bo'ldi. Shunda qilib bu 2 tal cho'jining kavobi hammamizga yetdi. Mana shundoq och, to'q holda yo'lni davom qilib Kambodiya chegarasiga kelib qolgan edik. Biz bekatda avtobusdan tushib qolgandan keyin oldimizga bo'yniga qalin sharp chekib olgan 2 kishi Sallang markaliq 2 dala mashinasini elib keldi. Bu yerning havosi nihoyat issiq ekan.
Ammo shoferlarning nimishqa bo'yinlarga sharp ichiga olganligini bilmadim. Biz ularning mashinasi bilan bir kecha tulluq yo'l mangdik. Keyin kangri ketgan o'rmonlikqa kelib to'xtagan edik. Oldimizga bir necha motorlar keldi. Bu vaqt peshin namozga oz qolgan vaqt edi. Biz bo'lsak nihoyat echaqab ketgan edik. Chunki biz oldingi kuni Vyetnam yo'llaridagi oshxonada chalib pishgan to'g'ri kavopini yegandan beri tomoq yemagan edik. Ammo shoferlar bizni mashinadan tushiribla motorchilarning motosiga mindirib yo'lga elib mangdi. Har bir motorga bizdan 2 odam mindi. Biz motor bilan yezlardagi o'rmonlikqa o'xshaydigan o'rmon orasida bir necha soat mang'andan keyin cho'ng ketgan dehqonchilik maydoniga kelib to'xtadik. Bu vaqt asr vaqti edi. Motorchilarning deyishicha, hozir Kambodja davlatiga o'tib bo'ldik. Keyin biz bu etizlikda biroz saqlagandan keyin oldimizga 2 qora rangli Santana mashina keldi. Bizning sonimiz ko'p bo'lg'achqa birla mashinaga patmay 2 mashinada bo'linib yo'l mang'an edik. Biz o mashina bilan toki atsi attigingacha to'xtamay yo'l mangib, bir yeza bozordagi yerdagi mehmonxonaga kelib to'xtadik. Qo'saq ajoyib ichib o'tadi. Kichik bolalar xurmini ko'p yeyib, qo'saqlari og'rib ketgan ekan. Bechara bolalarning chiroyi hozirmi ko'z oldimda turibdi. Shu vaqtda kichik bolalarning chiroyi sarg'ayib, ko'zlari o'ltirishib ketibdi ekan. Analarımı laylab mashinada aran o'ltiradi. Bularni ko'rib, ich og'ritgan G'alita Akash endi o'zini bizga qaytadan to'ntiryapti. U Akash qarindoshlarning qalbini taskin topqizish uchun chiroyli nasihatlarni qilgan edi. Shu topda qalblaringlarga nima qilarmiz, buncha jafo tortib hijrat qilib degan vasvasa kelgan bo'lishi mumkin. Shuni unutmanglar qarindoshlar. Alloh yo'lida hijrat qilishning ajri oxirgi manzilda izzat bilan yashayotgan qarindoshlar orasida birga yashaydigan holatlar, bolalarimiz haqiqiy islom sharoitida yashaydigan maktablar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam orzu qilgan shahidlikka yetish maydoniga ketyapmiz. Qiyomat kunidagi martabalik hollar to'g'risida bizga eslatib nasihat qiladi. Bu jarayonda men bilan G'alita Akash bir mashinada, do'stim boshqalar bilan boshqa mashinada edi. Biz 2 mashinada yo'l mang'achqa Vyetnamda ayrilgancha toki bu mehmonxonaga kelguncha oldi-keyni mengib jam bo'lmagan edik. Biz mehmonxonaga kirdik. Bu mehmonxona oddiy yotoqlik bo'lib, cho'ng zalda yog'och bilan yasalgan Sunukong filmida chiqadigan tavuz urug'i bo'lib, rol olgan Semiz Rohibning cho'ng haykali bor ekan. Mehmonxonaning xo'jayini 30 yoshlar shamisida bir ayol ekan. Biz yotoq zalida biroz o'tirgandan keyin sirtdan 2 er kishi kelib, telefonni ulab bizga berdi. Telefondagi bizga gap qilgan odam biz Malayziyaga borganda oldimizga chiqadigan qeyrinishimiz ekan. U telefonda ko'rishtirgan odamga har birimizning yo'l haqi uchun $900 pul to'lashimizni, bu pul toki Malayziyaga kelguncha yetadiganini, agar hozirla pul to'lasak, bugun yoki ertaga yo'lga chiqadiganligimizni aytdi. Shuning bilan biz ma'qul bo'lib, cho'nglar uchun $900 pul to'ladik. Ammo kichik bolalar uchun qancha pul to'ladik, bular esimda qolmabdi. Chunki mening bolam yo'q edi. Biz pulni berib, heliqi er kishiga bizning qo'sqimiz bakli och, tomoq akilib bergin desak, u kafir, xotirjam bo'linglar, tomoq yotoqda bor deydi. Shundaqdimi bizga meva akilib bergin, bo'lmasa pulni hozir to'lay olmaymiz dedik. Ondan ular ma'qul bo'lib, bir necha kilo banan va olma akibdi. Keyin yotoq xo'jayini mehmonxonaning 3-qavatidan ayollarga bir yotoq, erlarga bir yotoq ichib berdi. Bu yotoqda yo muncha yoki hojatxona yo'q ekan. Kech bo'lganda yotoq xo'jayini bizni chaqirdi. Yeniga chiqsaq, biz uchun tomoq tayyorlagan ekan. Bu tomoq tuxum bilan basayda qo'rilgan say va oq guruch ekan. Bu tomoqni xuddi Uyg'urlar aytgandekla tayyorlagan ekan. Biz yotoq xo'jayiniga biz bu tomoqni yeyolmaymiz. Bizga tuxum pishirib bergin. Har bir odamga 5 ton tuxum bo'lsa yetadi dedik. Yotoq xo'jayini, "Bilaman, sizlar musulmon, buni yesang bo'ladi.
bu yerga kelganlarning hammasi bu tomoqni yeydi dedi. Biz uningga yo'q, biz yemaymiz, bo'ldi, bizga tuxum pishirib bergin dedik. Bu ayol ma'qul bo'lib bizga tuxum pishirib berdi. Endi sizga bu tomoqning nemishqa Uyg'urlar etgan tomoqqa o'xshaydiganini deb beray. Asli bu yotoq Uyg'ur muhojirlar uchun cho'ng bekat ekan. Har qanday odamning Xitoy chegarasida to'lagan 12 ming ko'y Xitoy puli mana bu mehmonxonagacha yetadigan bo'lib, har qanday muhojir mo'shu yotoqqa tushib, ondan mang'atgan. Bizdan ilgari kelgan Uyg'urlar yotoq xo'jayiniga tomoq etib ko'rsatib qo'ygan ekan. Shunga bu ayol bu xil tomoqni etalabdi. Mana bu bizdan bir qadam ilgari yo'l olgan Uyg'ur muhojir qarindoshlarimizning foydasi ekan. Men shuni eslatib o'tamanki, sizdan bir qadam oldingizda mang'an kishi yangi yo'l ochib, har xil badallarni to'laydi. Uning har xil to'lagan badalining foydasiga sizning yo'lingiz oson bo'lgan. Sapning oldidagi kishilar muvaffaqiyat qozonish uchun nurg'un jafo mushaqqat tortgan kishilardir. Ular keyingilar uchun nurg'un badallarni to'lagan. Men shundoq yuzsiz odamlarni uchratdimki, eng oldida menishqa shundoq oldirib ketishdi. Hatto qanchalik chiqib ketsa mayli deyishdi. Ondan boshqalar bir amallarni qilib, shularning so'zi bo'yicha ishni bitirdi. Bu sababli bu yerda yangi bir yo'l ochildi. Ish qilganlar tajriba to'pladi. Kunlar o'tib, bu yo'llarning ish haqqi tug'ildi. Shuning bilan nurg'un kishilar oz pul bilan eng oldida ko'p chiqim badaliga mang'an yo'lni mang'aladi. Ammo buni boshda mang'an kishilar anglab, xuddi yahudiylardek boshdagi so'zidan tenib, bizni qimmat yo'lga sapdi. Bizni qo'yibdi. Boshqalar manchi pulga ketdi. Bizdan manchi pul olibdi deb, hatto ko'p elib olgan pulni qaytarib bersin deb so'zlab yurdi. Texmi pastkash kishilar bo'lsa, falonida manchi pulim bor, mening pulimni aldab elib oldi deb arz qilib yurishdi. Texmi ichinish xiri to'rlarda to'lab yurganlarmi bo'ldi. Tova, mana bu yuzsizlik nurg'un kishilar o'rtasida yuz bergan bo'lib, ko'p qarindoshlar arziyat topgan bo'ldi. Har qanday ishining beshining qiyinchilik va ko'p chiqim bilan bo'lishi muqarrar emasmidi? Shu sababdan boshda hijrat qilgan muhojirlar bilan keyin hijrat qilgan muhojirlarning farqi alohida farqli bo'lgan. Gapimizga kelsak, biz shu kuni shom namozini sirtdagi koridorda o'qish uchun azon o'qidik. Bu vaqtda bu zal bakmo tinch edi. Koridorda qator ketgan yotoqlar bor ekan. Men shom namoziga toza to'lab azon o'qidim. Azon yerim bo'lganda hamma yotoqning ishga ochilishga boshladi. Bu yotoqlarning hammasida Uyg'urlar bor ekan. Tova, biz bu yerda Uyg'urlardan bizlar bor deb o'ylagan edik. Azondan keyin G'alita Akash imom bo'ldi. Boshqa yotoqlardan taxminan 30 atrofida odam chiqib, biz bilan birga namoz o'qidi. Namozdan keyin bir necha odam bilan paranglashib, bu yerda turvatqili qanchalik bo'lganligini so'rasak, ba'zilariga bir hafta, ba'zilariga 3 kun bo'lgan ekan. Shu vaqtda mening mo'lcharimcha bu yotoqda 100 dan ko'proq odam bordek qiladi. Ondan hammamiz yotoqlarga kirib ketishdik. Ular bilan bak ko'p gaplashmadik. Xuftan namozi bo'lganda men koridorga chiqib, yana azon o'qidim. Ammo bu qatam odam chiqmadi. Faqat yoshli cho'ngroq bir odam chiqib, bizning bundoq azon to'lab namoz o'qimasligimizni, namozni hammamiz o'zimizning yotoqimizda o'qishimizni aytdi. Bu kishining aytishicha, diqqat qilmasak bo'lmasmish. Men sizlar qo'rqsanglar, biz qo'rqmaymiz deydi tamshilishimga Eliqi G'alita Akash chiroyli o'zir aytib, u odamni yotoqqa kirgizib o'tdi. Biz xubdan o'qib bo'pla yotoqqa kirib toza uxladik. Chunki biz tuzuk uxlamag'ili necha kun bo'lgan edi. Bu necha kun jarayonida jiddiy yo'l yurib, bir-birimiz bilan tuzukroq paranglashmagan edik. Ertasi bomdodga aram turdik. Namozdan keyin yana uxlayotsak, taxminan soat 9:00 atrofida ishni qattiq qilib bir chekdi. Bu qitimliq anglitishimiz bu yerda tugadi. Keyingi anglitishimizda ko'rishguncha Allohga omonat. Assalomu alaykum.
10 yil ko'rinmagan 6-qism. Nihoyatda shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövende İslam Çakarları gruppasi tayyorlagan hijrat tarixlaridan 10 yil ko'rinmagan oy nomli asarni anglitishimizni boshlaymiz. Ishini ochsaq bir odam bizga. Hozir mansala. Darhol pastga tushinglar dedi. O odam bizni olg'ili mashina kelibdi. Biz darhol tayyor bo'lib mashinaga chiqdik. Şunun bilan bugunmi nashta qilolmay, oldingi kuni elib olgan mevalarni mashinada yegach mangdik. Bugun mangan yo'limiz dengiz bo'yidan ketayotgan yuqori sur'atli tosh yo'l edi. Bizni elib mangan mashinami xeyli nochi mashina ekan. Biz shu mangancha toki qorong'u tushguncha mengib bir yerga kelganda bizni mashinadan tushirdi. Bu yer sasliq o'rmonlik ekan. Biz o'rmonlikdan necha soat piyoda mangdik. Keyin o'rmonlikning o'ttirsidagi yog'och bilan silingan bir uyga keldik. U uyga amdalik kirib turishimizga bizni olg'ili boshqa bir Iveco mashina keldi. Bu yer Tayland davlati ekan. Biz mashina bilan sahar soat 4 gacha mangandan keyin bizni bir kala qotiniga akeldi. Biz bu kala qotinda toki ertasi kechgacha och va ussigan holda kalaning po'qig'ida sep o'tirdik. Bu nihoyat ses qo'tan bo'lib, hamma yer petiq-petiq po'q bilan to'shib ketgan edi. Bu yerda saqlab turayotgan bizdan boshqami Uyg'urlar bor ekan. Bizning guruhining umumiy ahvoli burun sizga so'zlab bergandek bo'ytoq ko'p. Kichik bola jaqaroq, texi yangi tug'utliq ayol bor edi. Bugun bizga Xitoydan mang'ili 7 yoki 8 kun bo'lgan edi. Biz bu kala qo'tinida bir kun turgandan keyin kech bo'lganda bizni olg'ili cho'ngroq bir mashina keldi. Bu mashinaga taxminan 30 dak odam chiqib, qistilishib o'ltirib, yo'l yurib, yarim kecha bo'lganda bir mehmonxonaga keldik. Bu mehmonxona bizga o'xshash ijrat qilgan qarindoshlarga dangliq bo'lgan Taylanddagi 5 qavatlik mehmonxona dal shu ekan. Esimda qilishcha biz bu mehmonxonaga kelganda bomdod vaqti bo'lgan edi. Bu yotoq bakmi qalaymiqan. Varang-cho'rong ham bahli ko'n ekan. Va nurg'un Uyg'urlar bor ekan. Bularning nemishqa bu yerga shuncha ko'p yig'ilib qolganligi toza esimda qolmabdi. Biz yotoqqa kelib, atdigan soat 9larda yan tarafdagi Hindistonlik musulmonning oshxonasidan tomoq akilib yedik. Oshxonaga men va G'alita Akash va bizdan burun kelganlardan 2 bola birga borgan edi. Biz oshxonadan xeyli ko'p tomoq olib keldik. Ondan yotoqdagi qarindoshlar bilan birga o'ltirib, qo'saqni to'yg'izib bo'lib, endi birdam uxlaylik deb tursak, yo'lga mangsizlar deb bizni biraylan chaqirdi. Shuning bilan biz darhol tayyor bo'lib, pastga tushsak, ajoyib esil seriq rangli taksidan 3 bizni saqlab turibdi. Bu mashina bilan taxminan 1 soat mangandan keyin shahar markazidagi qisqa yo'lliq poyezd bekatiga keldik. Ondan taksi shoferi bizni bir oz saqlatib, keyni tarafdan kelib to'xtagan poyezdga selib qo'ydi. Va qo'limizga poyezd belini berib, bilakimizga yashil rangli yip bog'lab qo'ydi. Bu poyezd bakli kona va ostin mang'adigan poyezd ekan. Biz poyezdga chiqqandan keyin saqchilar tekshirib, navbat bizga kelganda belikimizdagi yashil rangli yipni ko'rib, "Okey" deb qo'yib o'tkazib etdi. Bizmi nihoyat xushal bo'lib, xotirjam bo'ldik. Biz chiqqan poyezdda odam bakli oz ekan. Biz o'tirgan vagonda asosan bizdan boshqa odam yo'q edi. Biz poyezdda mang'ach o'zaro paranglashib, bir-birimiz bilan rasmiy tanishib o'tdik.
O'zini tunishtirish hatto G'alati Akashga keldi. Bu Akash ajoyib samimiy va mamnunlik bilan so'zlana boshlab, "Qarindoshlar, biz Alloh uchun hijrat qilib, mana bu yergacha nihoyat bexatar holda keldik. Allohga shukrlar bo'lsin. Men sizlarga o'zimni qisqacha tunishtiray. Chunki men ko'p qatim ehtiyot yuzasidan sizlar kim, nereden keldilar degan savollarga sukut qilib javob bermagan edim. Chunki mening ko'p hayotim Xitoy turmusida va Xitoy soqchilaridan qochib yurish bilan o'tgan edi. Men bu jarayonda ko'p kishilarni uchratdim va nurg'un arziyatlarni topdim. Chet elga hijrat qilish mening tushum edi. Mana hozir mening tushum Allohning yordami bilan reallikka aylandi. Koshki o'z zamonida menga hijrat va jihad ilmlarini o'rgatgan va menga rahbarlik qilgan hurmatli ustozim va qarindoshlarim hayot bo'lgan bo'lsa, deb ko'zlariga yosh oldi. Hatto osmonga qarab yig'lab ketdi. Biz bu Akashning ig'ziga qarab qoldik. Ondan men sabr qilsizlar aka. Bizga tarixlarni tafsiliy so'zlab bersizlar. Sizlar ichkarida qanchalik turdilar? Nima ish qildilar u yerda? deb so'radim. Akash yoshlarni so'ritib, men sizlarga hammani so'zlab beraman inshaalloh. Hozir dunyoda men uchun sizlardan boshqa ishonchli odamim yo'q deb nihoyat samimiy holda bizga bir-birlab qarab o'tdi. Bu vaqtda poyezd bir bekatga keldi. Bu bekatda poyezd 5 minut to'xtab, ondan ma'no ekan. Biz bu yerdan yeydigan yemeklik va meva-chevalarni setib oldik. Bizni texmo hayajonga solgani bu bekat xuddi musulmon rayoni o'xshaydi. Beshiga oqlichak kiyib olgan boshlang'ich maktab yeshidagi qiz o'quvchilar va beshiga oq to'p kiyib olgan o'g'il bolalar va narsakerak sotadigan musulmon ayollar. Biz azaldan vatanda bundoq bir ko'rinishni ko'rmagan edik. Bu yer bizga xuddi qalbimizdagi islomiy diyoriga bo'lgan tuyg'uni ifodalab beryapti. Poyezd bu bekatdan qo'zg'aldi. Ammo poyezd yezi bozorda bizni sayohat qildirayotgandek musulmonlar rayonidan meng'ayotdi. Biz qaranglar musulmonlar deb bir-birimizga ko'rsatib, xo'shal kayfiyatda ketayotdik. Poyezd manga odam yo'q tog'liq rayonga keldi. Bizmi olgan tomoqlarni yeb, qo'saqni to'yg'izgandan keyin tomoq ig'ir bostimi uyquga ketdik. Ba'zilar uxlamagan edi. Yo'lda qarindoshlar toza qiziq paranglarni qilishib, ajoyib ulug' g'oyalarimizni bir-birimizga deyishib meng'ayotdik. Hozir G'alati Akash hammadan bak menga yaqin edi. Ikkimiz bir yerda o'tirib paranglashatdik. Bizning poyezdagi ikkinchi kunimiz o'tganda poyezdga qurolli soqchilar chiqib, bizni xeyli qattiq muomala bilan pasport tekshirdi. Biz qo'limizga bog'langan yeshil ipni ko'rsatsak, soqchilar uningga bakmo parvo qilmay, biz bilan bir vagonda o'tirib, xuddi bizni tutib elib mangandek qiladi. Bizmi soqchilarning bu holiga qarab, tutilib qolganimizga jazm qilib, "Ah, yana tutilib qoldik-da" deb qattiq andish bilan o'tirdik. Bu poyezd bilan toki ertasi peshin vaqtigacha yo'l mangan edik. Bu qitimliq anglitishimiz bu yerda tugadi. Keyingi anglitishimizda ko'rishguncha Allohga omonat. Assalomu alaykum. On yil ko'rilmagan oy. 7-qism. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövende İslam Çakarları Gruppası tayyorlagan hicret tarihlaridan 10 yil ko'rinmagan oy nomli asarni anglitishimizdan boshlaymiz. Bizmi soqchilarning bu holiga qarab tutilib qolganimizga jazm qilib, "Ah, yana tutilib qoldik-da" deb qattiq andishaga tushgan edik. Bu poyezd bilan
Taki ertesi peşin vaqtigacha yo'l mangan edik. Biz poyezdning eng oxirgi bekatiga kelganda saqchilar bizga "Xayr xo'sh" degan ishoratni qilib qo'yib, poyezddan oldimizda tushib ketdi. Biz poyezddan tushish yoki tushmaslikni bilolmay turdik. Poyezdning teshida bir odam bizga belikimizdagi yipga ishorat qilib, "Tushinglar" dedi. Biz poyezddan tushdik va u odamning keynidan 100 metr atrofida piyoda mangandan keyin bizni sanduq mashinaga soldi. Poyezdda bizni qo'rqitgan saqchilar asli mushu odamlar bilan birlashib odam yo'tkaydigan saqchilar ekan. Shunga oxirgi bekatda bizning boshqa saqchilar tarafidan tutilib qolmasligimiz uchun biz bilan billa bir vagonda o'tirib oxirgi bekatgacha ketdik. Sözümüzge kelsak, biz oldimizga kelgan odamning mashinasi bilan taxminan 2 soat atrofida yo'l mangandan keyin bir o'rmonlikqa kelib to'xtadik. Bu yer o'rmonlik orasidagi kichik yo'l ekan. Ular bizni sanduqli mashinadan tushirib, o'rmonlik ichiga 500 metr yo'l mangdirgandan keyin o'rmonlikning ichiga silingan bir uyga keldik. Bu uyning ichi va sirtida nurg'un odamlar bor ekan. Hatto bizning Uyg'ur qarindoshlardan taxminan 50 atrofida odam bor edi. Ondan başqa Bermelik va Bangladeshlik musulmonlarmi bor edi. Bu odamlarning ba'zisi bu yerda xeyli uzun turgandek qiladi. Chunki nurg'un kishilar kasal bo'lib yetib qopti va qo'saq och qattiq o'ruqlab ketibdi ekan. Biz bu yerga kelganda tushdan keyin soat 3 atrofida bo'lgan edi. Hozir bizning qo'sqimiz och emas va poyezdda ko'p uxlab, orduqlarimiz ham chiqib qolgan edi. Ammo bu yerdagi odamlarni ko'rib bizni g'am bosdi. Chunki esimda qilishicha, bu yerda yo'l saqlab turayotgan Uyg'urlarga bu yerda turayotgani bir hafta bo'lgan ekan. Bu yerning sharoiti intayin nachar bo'lib, hatto tahorat sundirgidek normal o'rinmi yo'q edi. Ularning deyishicha, qo'rsoq yeyish uchun kunda bir qatim azroq oq ko'rish akilib berdi ekan. Shunga ular yemashlikdan baxmi qiyinlabdi. Men ulardan "Sizlar nimishqa bu yerdan siz ma'mudanglar?" deb so'rasam, ular "Biz Xitoyning Kunming shahri orqali Laos yo'ldigan, ondan Tailandga kelgan. Bu tarafdan mang'allar mushundoq yo'l saqlab, ondan mangdigan. Ammo sizlar tezla mangsizlar" deb xush xabar berdi. Bu 2013-yillar edi. Ularning deyishicha, ichadigan suvni o'rmonlikning ichida bir o'stan bo'lib, shu yerdan suv akilib ichidi ekan. Tahorat elish uchunmi shu yerga bordi ekan. Biz bu gaplarni anglab, ig'ir g'am bilan asr namozni o'qib bo'lib, shu o'standan suv akelgach yuyinib kelaylik deb tursak, bu yerga bir necha odam keldi. Va u odamlar qo'limizga poyezdda chigib qo'yilgan yeshil yipni ko'rsatib, "Hozir Malayziyaga mangsizlar" deb bizni jiddiy tayyor bo'lishga buyurdi. Bizmi jiddiy tayyor bo'lib, boshqalarga xo'sh deyishga ulgurmay, o ikki odamning kaynidan piyoda minib, taxminan 500 metr atrofida yo'l yurgandan keyin kengligi 20 metr keladigan, loy suv eqib turadigan kichik bir o'stan bo'yiga keldik. Ular bizga "Bu o'standan o'tsanglar, o'stanning o tarafi Malayziya" dedi. Biz bu gapni anglab bayli qo'shil bo'lib ketdik. Chunki biz nurg'un odamlardan Malayziyaga o'tib olsak, bexatar bo'lamiz. U yerda saqchi tutmaydi, ham jafoliq yo'llarmi tugaydi degan gapni ko'p anglagan edik. Gapimizga kelsak, bu suvning yeniga faqat bizning guruhining odamlarla kelgan edik. Suvdan o'tish uchun bir qo'lboq, ya'ni kichik kema bor ekan. Bu kema 3 yoki 4 odamni chiqarib, qirg'oqqa bog'langan aramchini tartsa, odamlarni o tarafga o'tkazdi ekan. Mana bu holatda 2 yoki 3 qatim yo'tkash bilan hammamiz Malayziyaga o'tib bo'ldik. O'stanning o tarafi sasliq o'rmonlik bo'lib, bu o'rmon xuddi Germaniya ishlagan Arxip degan kinodagi sasliq o'rmonlik o'xshaydi. Biz oldimizda yo'l boshlagan odamning kaynidan ovoz chiqarmay mangdik. Hatto menib sham namozga oz qolganda bir yerda bir nimalarni saqlab turdik. Biz bu fursatdan foydalanib, atrofdagi qo'rqinch ko'lning suyida tahorat oldik. Va o'rnimizda turibla sham namozni o'qiyotsak, bizni "Mengala" deb chaqirishga boshladi. Balkim biz 5 minut atrofida mangandan keyin quruq etizliqqa o'xshaydigan yerga kelishimizga oldimizga kichik 2 mashina keldi. Bu mashinaga jami qancha odam chiqdik, men bilolmadim.
Lekin men G'alati Akash va 12 yoshli bir bola mashinaning keyinda yotdik. Bu mashinaning ichidagi keyini o'rindiqmi yo'q ekan. Oldi o'rindiqmi faqatli jozi ekan. Mashinaning shakli odatdagi Santana mashinaga o'xshaydigan bo'lib, to'liq ko'na, g'aqirab ovoz chiqarib mangdi ekan. Shoferlari bakmi surlik odamlar bo'lib, xuddi qari jamiyatning odamlariga o'xshaydi. Bizni bu mashinaga dal sham namozini o'qib bo'lganda selib, Malayziyaning poytaxti Kuala Lumpurga qarab mangdi. Biz mashinaning keyinda bakmi qiynaldik. Amaliyotda bu mashinaning keyniga bir odam aram pataqdi. Ammo biz 3 odam edik. Bu qitimga mashinaning keyindagi qiyinchilik badanning hamma yeri qistilib, medirlolmas holatdagi qistonchilik bo'lsa-mu, ilgari berimining turmusida qo'limizdagi zanjir kishan bilan mashinaning keyinda qiynalgandan ko'p yaxshi edi. Yana bir ortiqchiligi, u qitim kofirlar bizni tutib mangan bo'lsa, hozir erkin o'zimiz xalab Alloh yo'lida ketyaptik. Men mashinaning keyni sanduqining yuchiqidan sirtlarga qaraydim. Mening ko'rdig'inim tuzsuratli yo'l bo'lib, ba'zida yo'l yoqasiga o'rnatilgan yo'l belgisidagi xatlarni o'qishga ulgurdim. Ammo har qatim yo'l belgisidagi xatni o'qigan vaqtimda o'xshashla bir xatni ko'ratdim. U bo'lsa-mu Jalan. Jalan degan so'z peninch xati. Yenimdagi Akash voyjanmi demaydi va qat'iy medirlay olmaydi. Qarmoqqa u Akash buningdan ilgari xeyli ko'p qiyinchilik uchrab boqqandek bu ishlarga untinsiz sabr qilyapti. Yenimizdagi kichik bola ikkimizning oraliqida bo'lib, qachon boramiz deb to'liq so'raydi. Shoferlar bizni elib qo'zg'olib, taxminan 3 soatdan keyin bir yo'l bo'yida to'xtadi. Men sanduqning yuchiqidan qarab o'tdim. Bizni tushkili qo'ymadi. Bizning keynimizdan biz chiqqan mashinaga o'xshash mashinadan taxminan 4 dona mashina kelib to'xtadi. Mashina shoferlari bir yerga yig'ilib, hammasi tamokidek bir narsalarni chekdi. Men zahar chekdimikin deb gumon qildim. Ammo ular rostila nashi chekib ekan. Ular bu yerda faqat 3 minutla to'xtab, yana yo'lni davom qildi. Hatto kech soat 2 atrofida bir talla bozorining oldiga kelib to'xtadi. Bu yerda bizmo mashinadan tushdik. Qarasam, bizni elib mangani jami 5 mashina bo'lib, eng oldida bir dala mashinasi menibdi. Buningda shofer bilan birla odam bor ekan. Ular biz bar mashinalarga yo'l boshlab, saqchilarning ovorzligi uchun tadbir qo'llaymiz ekan. Boshqa 4 mashinada bizga o'xshash boshqa odamlar bor bo'lib, ularning ko'pi bir millik odamlar edi. Biz bu talla bozordan yeydigan narsalarni elib yeb, taxminan 10 minut o'tdi bo'lg'ay, shofer bizni mangimiz mashinaga chiqinglar deb ishora qildi. Va yana bizni mashinaning orqasiga salmoqchi bo'ldi. Men shoferga: "Mav kichik bola bak qiynalib ketgan. Bu bolani mashinaning ichiga sol" dedim. Shofer bir nimalarni deb meni tillag'at yenimizdagi 13 yoshli bolani mashinaning ichiga soldi. Mashinaning ichida do'stim ayol, yangi tug'uqli ayol bilan yo'ldoshi va 3 bolasi bor ayol bor edi. Tova. Kichkina qo'ta mashinaga shoferdan boshqa 12 odam ketibdimiz. Biz shundoq qisilishib, sahar soat 5 atrofida bir qo'roning oldiga kelib to'xtadik. Bu yer bizning piyoda hijrat zaminida mangdigan eng oxirgi manzilimizdagi Malayziyaning poytaxti Kuala Lumpur ekan. Bu yerda bizni mashinadan tushirib, cho'ng bir oila qo'rosining ichidagi binoning 12-qavatidagi bir uyga akirib qo'yib, shoferlar qaytib ketdi. Bu uyning egisi Hindistonlik ekan. Uy egisining ayoli nihoyat qo'pol ayol ekan. Biz bomdod namozini o'qib tursak, har bir odam $20 pul to'laysizlar deydi. Bu qitimliq anglitishimiz bu yerda tugadi. Keyingi anglitishimizda ko'rishguncha Allohga omonat. Assalomu alaykum. Şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuh.
Tövende İslam Çakarları Gruppası tayyorlagan hicrat tarihlaridan 10 yil ko'rinmagan oy nomli asarni anglitishimizda boshlaymiz. 10 yil ko'rinmagan oy. 8-qism. Bu yerdan boshlab muhojirlarning Malayziyada yashab o'tgan turmushi va bu yerda bo'lib o'tgan ishlar inshaalloh Alloh qodir qilgancha tafsiliy so'zlanadi. Buningdagi maqsad 2012-yildan 2015-yilgacha Uyg'ur tarixida bo'lib o'tgan cho'ng ko'lamlik ko'chish to'lqini bo'lib, bu yillarda vatanimizning hamma viloyat shahar yezlaridagi musulmon xalqning chet elga hijrat qilish istagi tug'ilgan bo'lib, nurg'un kishilar Alloh rizosini deb hijrat qilgan. Va yana nurg'un kishilar Xitoyning zulmidan qochib hijrat qilganlarni uchratdik. Biz har xil aqida, o'xshamagan tushuncha bilan hijrat qilgan muhojirlar orasida ajoyib ta'sirli ish izlar va to'limi yechinishli fojialar bo'lib o'tganiga shohid bo'ldik. Albatta, men bu hijrat yo'lida nurg'un fojialik hodisalar va ko'p xatoliklarni sodir qilishlarning biriman. Men bu asarda inshaalloh hech narsani yushirib qo'ymasdan barcha muhojirlar orasida bo'lib o'tib, kuchli dalili bo'lgan ishlarni tafsiliy yozdim. Balkim bu tarixiy asar yana 100 yildan keyin ibratlik tarix bo'lib qolishi mumkin. Shuni deyish zarurki, ishonchlik dalili yo'q bo'lgan yoki kishilar eg'izda eqib yurgan so'z-so'chaklarni shundaqla bugunga qadar Malayziyadan kelib hayot yashayotgan qarindoshlar orasida fitna fasod bo'lishiga sabab bo'ladigan ishlarni yozmadim. Sözümüzge qaytib kelsak, mana hozir biz uzundan beri arzu qilgan Malayziya davlatiga keldik. Bizning hozirgi hissiyatimiz bu yerdami uzun turmaymiz. Necha kun ichida Turkiyaga mangimiz degan ishonch bor edi. Biz bu Hindistonlikning uyida shu kuni tushdan keyin soat 2largacha turgandan keyin bizni olg'ili 2 bola keldi. Biz bular bilan Kuala Lumpur shahrining Gombak rayoni Kolumbiya doktorxonasi oldidagi PV13 deydigan bir oila qurusining ichidagi binoning 7-qavatiga keldik. Bu uyda bizdan burun hijrat qilib kelgan Uyg'ur muhojir qarindoshlardan 15 atrofida odam bor ekan. Biz bu uyga kelib Malayziyadagi tunji hayotimizni boshlagan edik. Esimda qolishcha, biz bilan birga kelgan yangi tug'ruqli ayol, yo'ldoshi va 13 yoshli bola boshqa yerga ketgan edi. Chunki 13 yoshli bolaning ota-onasi bizdan ilgari kelib bo'lgan bo'lib, hozir boshqa yerda bor ekan. U bola ota-onasining yeniga, ayol ikkisi yenisining boshqa yerda uyi bor bo'lib, shularning yeniga ketgan edi. Sizga men bu Malayziya uylarini tafsiliy deb beray. Biz kelgan bu uy eshikdan kirsa cho'ng zal bo'lib, zalning o'ng tarafida 2 yotoq uy bor edi. Bu 2 uyning orliqini ayirib turadigan o'burni bor ekan. Ve sirtdagi eshikdan kirishning o'ng tarafida oshxona bor ekan. Zalning bu beshida balkon bo'lib, bu yerdan binoning sirtini aniq ko'rgil bo'ladi. Cho'ng zalning sol tarafida parda tartib qo'yilgan bir o'rin bo'lib, bu yer tamoq yeydigan o'rin ekan. Buningdan boshqa zalning sol tarafida cho'ng bir yotoq uy bo'lib, ichida o'bunisi bor ekan. Erlar sol tarafdagi yotoq uyda turardi. Ayollar o'ng tarafdagi yotoq uyda turdi. Parda tartib qo'yilgan o'rinni namoz o'qiydigan o'rin qildik. Biz bu uyda turg'ili bir necha hafta bo'lgandan keyin har kuni sham namozini o'qib bo'lib, G'alit akash bizga tabliq qilishga boshlagan edi. Ammo u akashning so'zlari shundoq yaxshi bo'lsa-mu, yavash yumshoq qilg'achmi, uydagi bolalarga xo'sh yoqmaydi. Balkim ancha ta'sirmi qilmaydi. Biz bu uyda 6 ayol, 4 bo'ytoq va 8 atrofida kichik bola bilan birga turdik. Bu kunlarda Malayziyadagi Uyg'urlar orasida asal ichish moda bo'lgan bo'lib, 1,5 kilomi kelmaydigan asalni 70 ringgit atrofida elib ichadi. Bizning uydan ayollarmi kunda asal ichir ekan. Ammo bu ayollar ayrim turg'achqa bir-biri bilan to'la xafa bo'lishib qoladi. Bir kuni G'alit akash bir ayolning oshxonada chaqchaq qilishini ko'rib qopti. G'alit akash yenimga kelib, "Ukam, biz xato ish qilib qo'ydikmi nima?" dedi. Men nimani xato qildik desizlar? Desam, biz bu uydagi ayollarni ayirib etib xato qildik. Ayollarga bir uyni bekorlab ajratib beraylik. Navbatlashib bolalari bilan jam bo'lib olsin dedi. Men undaqda ayoli bor qarindoshlarga maslahat selib boqayli deb ularga desak, ular bakli xijil bo'lib qat'iy to'g'ri ko'rmadi. Ammo G'alit akash bu ish shariatda xato ish emas. Biz bu yerda qanchalik turishimizni bilmaymiz. Bolalar ota-ona mehriga muhtoj.
Yatak uyuning birini bekor qilib, ayoli bor qarindoshlarga berayli. Navbatlashib balları bilan jam bo'lib olsin. Kichik yatak uyiga patmagan ayollar, mavi parda tortilgan o'rin bekor, shu yerda o'tirsin. Ondan keyin bu yerga hech qanday er kishi bormasin deb plan ko'rsatdi. Bu intayin atrofli tuzilgan plan edi. Mana bu G'alati Akashning tunji qitim ko'z oldimda boshqalarning qiyinchiligini hal qilish edi. Chunki bizdan 6 oy ilgari kelganlarmi mushundaq er ayol ayrim turgan ekan. Bu masalami hal bo'ldi. Endi biz bo'ytaqlarning ishi qiyinlashishga boshladi. Boshqalar bizning yenimizdan bugun mening navbatim deb yo'qab ketsa, har xil xiyollarni qiladigan bo'lib qoldik. Men G'alati Akash bilan hamma gapni ochiq deyishatdim. Bizning bu yataqda turayotganimizga 5-5gacha 2 oy atrofida bo'lib qolgan edi. Bu jarayonda vatandan o'zilmay odam kelib turdi. Bizmi Turkiyaga mangimiz deb $900 qizil ranglik turk pasporti akeldirgan edik. Ammo bu vaqtlarda Malayziyadan Turkiyaga mangadigan yo'l bak qimmat. Yana kelib qimmat bo'lsa-mu yo'l yo'q edi. Faqat 12,000 yoki $6,000 mengibdi degan gaplarni anglaydik. Bizning yataqqa bizdan keyinmi muhojirlar kelgan edi. Bu vaqtda bo'ytaq erlar har kuni ro'z tutdik. Birinchi sababi Malayziyadan Turkiyaga mangadigan yo'l xarajati qimmat bo'lg'achqa pul tejash edi. Ikkinchi sababi biz bo'ytaq bo'lg'achqa er ayol bilan turib ko'p qiynaldik. Shunga o'zimizni kontrol qilish uchun ro'z tutdik. G'alati Akash bilan hamma fikrlarimiz birdek chiqatdi. Men bir kuni G'alati Akashdan o'zining o'tmishini so'zlab berishini talab qildim. G'alati akam ma'qul bo'lib, o'zining dastlabki diniy ta'lim-tarbiya ishlaridan boshlab so'zlashga boshladi. G'alati Akashning deyishicha, u Xotan viloyati Keriya nahiyasining chet bir yezida tug'ilgan ekan. Kichikida mahalladagi mollamning tarbiyasida bo'lgan bo'lib, uning deb berishicha 18 yoshga kirganda uning o'qish saviyasi hadis, tafsir, fiqh kitoblarga yetgan bo'lib, iymoniy quvvatga erishgan ekan. Va o'ziga ta'lim berayotgan ustozning rahbarligida yurtni besib olgan Xitoy tajovuzchilariga qarshi jihad amaliyoti elib berish ideyasining yetilganligi, shundaqla shu harakat uchun amaliy tayyorlik qilganligi. 20 yoshga kirganda o'zi bilan o'qigan savoddosh talablar bilan birlikda har xil jihodiy tayyorliklarni qilganligi. Ustozining diniy va siyosiy tushunchasining nihoyatda yuqori ekanligini tunib yetgan talablar jihad amaliyoti qilish uchun ko'p izlanib, nahiya bozoridagi Xitoylarning haroq tamaki sotadigan do'konlarni portlatganligi. Bu qitimliq anglitishimiz bu yerda tugadi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat, omon bo'linglar. Yıl körülmegen ay. 9. kısım. Nihayet şefkatli ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende İslam Çıkarları Grupsi teyarlagan hicret tarihlerden 10 yıl görülmegen ay namlıq eserini anlatışını başlayımız. İlgirki kısımdan esletme. G'alati Akashning deyishicha, u Xotan viloyati Kiriya nahiyasining chet bir yezisida tug'ilgan ekan. Kichikida mahalladagi mollamning tarbiyasida bo'lgan bo'lib, uning deb berishicha 18 yoshga kirganda uning o'qish saviyasi hadis, tafsir, fiqh kitoblariga yetgan bo'lib, iymoniy quvvatga erishgan va o'ziga ta'lim berayotgan ustozning rahbarligida yurtini besib olgan Xitoy tajovuzchilariga qarshi jihodiy amaliyotini elib berish ideyasining yetilganligi. Shundaqla shu harakat uchun amaliy tayyorlik qilganligi 20 yoshga kirganda o'zi bilan o'qigan savoddosh taliblar bilan birlikda har xil jihodiy tayyorliklarni qilganligi. Ustozining diniy va siyosiy tushunchasining nihoyatda yuqori ekanligini tunib yetgan taliblar jihad amaliyotini qilish uchun ko'p izlanib, nahiya bozoridagi Xitoylarning aroq tamaki sotadigan do'konlarini portlatganligini asarning davomi. Hozir
men sizga bayon qiladigan uzun temaga kirishdan burun biz yuqorida so'zlab o'tgan 9 kunlik Xitoydan Malayziyagacha bo'lgan oraliqdagi yo'llarning qandoq bo'lib buncha sistemalik tartiblanganligini, bu yo'lning tayyor bo'lishi uchun fidokor qarindoshlarning qandoq tirishchanlik ko'rsatganligi to'g'risida tafsiliy ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu hijrat yo'lining kelib chiqishiga kimlarning qurbonlik berganligi haqida o'zim to'liq bilgan bir balani asos qilib turib bu tarixni bayon qilishni tanladim. Ondaqda biz yigitning kelib chiqishidan boshlab so'zimizni boshlaylik. 1990-yillardan keyin vatanimizdan Xitoyning ichkari o'lkalarga kirib tijorat qiladigan Uyg'ur tijoratchilar ko'payishga boshladi. Shuning bilan birga bir uchum yomon niyatli kishilarmo ichkariga eqib kirib, zaharlik chekimlik elib setish, o'g'irlik qilish, odam betiga tijorat qilish ishlari bilan shug'ullanadigan kishilarmo maydonga keldi. Mana bu yillar vatanimizning janubidagi Yakan nahiyasidan bir yosh ayol ichkariga kirib o'ldiroqlashidi. Va ba'zi bir sadda Uyg'urlarni to'plab zaharlik chekimlik va o'g'irlik qilish kichik guruhlarni qurib chiqadi. Bu odamning ayoli ichkariga kelganda homildor bo'lib, tunji o'g'lini ichkarida, ya'ni o'g'ri katibishining uyida yangiydi. Bu oilada tunji tug'ilgan o'g'il buvoq asta-asta cho'ngishga boshlab 8 yoshga kirganda dadasining qo'l ostidagi o'g'ri bolalar bilan bozorga o'g'irlik qilishga chiqdi. Bu oilaning tunji o'g'li nihoyat zirak va chaqqon bo'lib, nihoyat usta o'g'ri bo'lib yetishgan. Yigitning hayoti toki 2009-yilga kelgacha ishqirning barliq o'lka, viloyat, nahiya bozorlarda o'g'irlik qilish bilan o'tdi. Shuning bilan birga bu rayonlardagi Xitoylarning yerlik tillarini, urf-odatlarini butunlay hayotiga so'ndirdi. Bu bola toki 18 yoshga kirsimi maktabda o'qib boqmagan. Uyg'urlarning hech bir urf-odat so'rinlariga berib boqmagan yigit edi. Ishkirda turayotgan yillardan 2007-yili yigitning dadasi qattiq og'rib qilib, o'g'liga vasiyat qildi. O'g'lim, agar vafot bo'lsam, meni ona yurtim bo'lgan vatanim Sharqiy Turkistonning Yakan nahiyasiga elib berib, shu yerga dafn qilinglar, deb vasiyat qilish bilan birga ozroq pullarni meros qoldirdi. Bu vaqtda yigitning o'z onasi bo'lmagan, dadasining boshqa ayoli bo'lib, yigitning dadi bir, ona boshqa 4 yoki 5 qarindoshi bor edi. Vasiyatdan keyin 2009-yilga kelganda yigitning dadasi ishqirda vafot topdi. Yigit vasiyat bo'yicha dadasining jasadini Yakanga elib keldi va Yakanda hayotiy bo'yicha ko'rib boqmagan tuqqanlar bilan uchrashdi. Yigitning so'zlab berganlaridan: "Men dadamni elib, dadamdan doim anglab kelgan yurtimiz Yakanga keldim. Biz bu yerga kelganda uyimiz bo'lmag'achqa dadamning akasining uyiga tushdik. Ondan dadamni shu uyda yuyib tarab qabriga qo'ymoqchi bo'ldik. Bu vaqtda bu uyda men umrimda ko'rib boqmagan, oq yog'liq chigib olgan har cho'ng mo'maylar va soqollari uzun qarimlar bilan to'shib turardi. Uyning supsida bir odam nihoyat mungluq bir narsalarni o'qiyotdi. U chaqda u odamning o'qigan kitobining Qur'on ekanligini bilmaydim. Shu kuni qorong'i tushay deganda meni bir odam: "O'g'lim, yeshimmo cho'nglabdi. Sen hozir kichik bola emas. Bugun dadam vafot bo'ldi. Ko'r, biz bilan berib namoz o'qigan. Dadamning ruhi xushal bo'ladi" dedi. Men hayotimda tunji qitim bu gapni anglayotdim. Men u odamga nima u namoz degan, men bilmayman dedim. U odam barmoqini tishlab "Tova, tova" deb beshini chayqadi. Men nima bo'lganini bilmadim. Ondan u odam menga "Men sana o'gitay" deb yuz ko'zimni yuvishni o'rgatdi. Bu tahorat ekandir. Keyin biz masjidga bordik. Bu mening hayotimda tunji qitim masjidga kirishim edi. Men bu yerda jim turib odamlar nima qilsa shuni qildim. Men bu ko'rinishni ishqirning ba'zi viloyat o'lkalarida ko'rgan edim. Uyda uyga yapam va boshqalar va puklarim qattiq yig'layotdi. Ammo men tuyuqsiz uchrashgan bu ko'rinishlar orasida gangrashdan boshqani bilmaydim. Ertasi saharda dadamni dafn qilish uchun masjidga elib kirishdi.
va u yerda dadam uchun namoz o'qidi. Bu yerga nihoyat ko'p Uyg'urlar kelibdi. Men hayotimda buncha ko'p Uyg'urlarning bir yerga to'plashganligini ko'rib boqmagan edim. Ondan qabristonlikqa bordik. Dadamning jasadini mozorlikqa ko'mdi. Ondan bir saqolli odam o'ltirib, yana chiroyli ohangda Qur'on o'qidi. Mana bu ishlar xuddi boshqa bir dunyoga kelib qolganimdek tuyg'u bergan edi. Keyin uyga qaytib kelib, dadamning vasiyati bo'yicha tog'amlarning yordamida bir uy setib oldik. Men bu yerni yoqtirib qoldim. Uyga opam bilan maslahatlashib, Ormon talla bozorini tarmoq dukkani ochdik. 2010-yilga ulashgan bir kuni dukkanga kirgan bir bola bilan tanishib qoldim. U ahli ilm bola ekan. Bizning do'konda kompyuter bor edi. Odatda men shuningda to'r o'yini o'ynaydim. Bu do'stim menga to'rdan bir suhbatxonani yechib berdi. Bu esimda qilishcha Kusan ustozning tavhid darsxonasi ekan. Men bekor bo'lg'ach har kuni bu suhbatxonadagi odamlar bilan munozara qildim. Bu jarayonda to'r dunyosida va do'konga kirgan xaridorlardan bo'lib, nurg'un taqvodor musulmon bolalar bilan tanishdim. Keyin namoz o'qishni o'rgandim va har hafta juma kuni juma o'qig'ili bordim. Keyin 5 vaqt namozni tashlamay o'qiydigan bo'ldim. Bu jarayonda bizning oilamizmi islom oilasiga aylandi. Mening bir inimni Qur'on yodlash madrasasiga olib berdim. O'gay opam ishqirdan kelganda seriq chashliq ayol edi. Hozir u yuzini o'rab yuradigan hijobli muslima ayol bo'lgan edi. Biz bir oila kishilari to'rdagi voy suhbatxonasida vaz nasihat anglab diniy bilimlarni elib o'tdik. Bu vaqtda men yoki o'gay opam bo'lsin, to'rda nimani anglasak, darhol shuningga amal qilishga tirishdik. Men to'r dunyosidagi vaz nasihatga qiziqib, hatto mendan musulmonlar uchun bir ish qilish irodasi keldi. Shuning bilan 2010-yilning oxirida voy suhbatxonasi qurib, men anglab foydalangan vaz nasihatlarni boshqalarga suhbatxonada qo'yib anglatdim. Keyin bu suhbatxonaning ismini tilovat suhbatxonasi qilib o'zgartib, nurg'un ilm ahli yig'ildi. Hatto mening suhbatxonamga kiradigan odam soni kash tarafda 1000 ga yetdi. 2011-yilning 5-iga kelganda Tajalli ustoz bu mening darsxonamga kirib dars so'zladi. Men bu Tajalli ustoz bilan tanishib, ko'p vaz nasihatlarni angladim. Keyin suhbatxonaning ismini Tajalli islom suhbatxonasiga o'zgartdim. Shuning bilan har kuni kechda suhbatxonani ziyorat qiladigan odam 3000 dan eshib ketdi. Bu vaqtda to'r dunyosida mening suhbatxonam eng chong islom suhbatxonasi edi. Bu vaqtda suhbatxonada asosliq hijrat to'g'risida bekrak so'zlab o'tadi. Men Qur'on o'qishni o'rgandim. Hatto hijrat qilishni, ondan jihad qilishni hayotimning nizomi qilib bekitdim. Hijrat qilishning yo'llarini qattiq izlandim. Bu vaqtda mening jamiyatga do'stlarim oz bo'lib, faqat to'r dunyosida ko'p edi. Men hijrat qilishga bel bog'lagan kunlarimning biri sili bilan uchrashdim, deb so'zini tugatdi mening jasoratlik fuqa og'inam va qarindishim. Keyin biz to'r dunyosida iymonlashib, bir-birimizga ishonch qilgandan keyin amaliy uchrashdik. Bu mening islomga kirib tunji uchratgan, uningmi islomga kirib tunji uchratgan Alloh yo'lida hijrat uchun yo'l izlashgan, Alloh uchun qarindosh bo'lishgan tunji islomiy qarindishim edi. Yıl ko'rilmagan ay. 10-qism. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda islom chakarlari guruhi tayyorlagan hijrat tarixlaridan 10 yil ko'rilmagan ay nomli asarni anglatishni boshlaymiz. Men Soğuq Bilezük degan asarning 1-bölümning 7-qismida Ishqirning Kunming tog'larida qilgan tunji hijratni tilga elib,
oldimizda yo'l boshlab mongan jasoratlik yigit deb sifatlagan yigit dal mushu bola edi. U bizning tunji hijratimizdan keyin Urumchiga qaytib kelib, Ataman chamboshchilik klubida 6 oylik mashq qildi. Shu jarayonda Xitoyning Gobo saqchilar tarafidan bir qatim tutib ketilib, tilovat suhbatxonasi to'g'risida so'roq qilinib, 2 oy qamoqxonada qiyin qistoq bilan o'tkazildi. Keyin Allohning rahmati bilan qamoqxonadan chiqqan do'stim Udul ishkirga kelib, Xi'anda turmoqchi bo'ldi. Shu vaqtda Guangzhou va boshqa o'lkalarda chet elga chiqish uchun yo'l izlayotgan nurg'un Uyg'urlarni shular bilan birga bizning tunji hijratimizga qatnashgan Obul Qosim, Muhammad qatorliq bolalarni uchirtdi. Ondan balalik hayoti ishkirda o'tgan bu yosh yigit o'zi bilgan chegaralarga berib, Xitoydan chet elga chiqish yo'llarini izlashga boshlaydi. Hurmatli o'qirman, esingizdan chiqarmanki, men bu tarixni necha odamning ish izini ixchamlab, bir kishining asos qilib turib, hikoya shaklida yozdim. U ilgari biz bilan kunmenga bir qatim berib qaytib kelgachga, bu qatim kunmenga bormaydi. Ammo Xarbin shahriga berib, Xarbindan Rossiya ziminiga, ondan Turkiyaga mong'ilib bo'ladiganini aniqlab, Xarbindagi Rossiyaga tutishadigan chegaraga keladi. Lekin qora yo'llarni ko'p izdigan bo'lsa-mu, bexatar qora yo'l topolmay Rossiya bilan Xitoy oraliqidagi kichik daryodan suv uzib o'tmoqchi bo'ladi. Bu vaqtda Urumchida uzun yil yashagan Qirg'izistonlik O'zbek Ali va Bahodir degan ikki qarindishimizmi ishkirda bo'lib, izdanguchi bu yigit ular bilan tanishgan edi. Ondan bu bolalar o'zlarining Qirg'iz pasporti bilan Rossiyaga kelib, Xitoy chegarasidagi daryoning qarshi tarafida saqlab turdi. Bir kuni qarindishimiz tunji yo'lni echish uchun daryodan suv uzib o'tmoqchi bo'lib, daryoga kirganda bu suv nihoyat tez oqadigan bo'lib, daryoda eqib ketdi. Shuning bilan daryoning qarshi tarafiga o'tolmay, aron tasda yana Xitoy tarafga daryo qirg'iqqa chiqib oldi. Ammo bu vaqtda Rossiya chegara soqchilari daryo bo'yida saqlab turgan ikki o'zbek bolani tutib oldi. Ularni chegaradan odam o'tkazish uchun harakat qilgan degan jinoyat bilan tutib oldi. Keyin bu bolalar Rossiya turmasida 3 yil yetib, birisi 2014-yili 4-oyda, yana birisi 9-oyda turmadan chiqdi. Ammo daryodan o'tolmagan bu yigit keyniga qaytib, Guangzhouga kelgandan keyin Vietnam chegarasiga kelib yo'l izlamoqchi bo'lib, Xitoyning Nanming shahriga kelib, Vietnamga tutishadigan chegaralardagi yezilarga kelib yo'l izlaydi. Bular bu tarafdagi nurg'un yezilarga borgan bo'lsa-mu, Xitoydan Vietnamga o'tadigan bexatar yo'l topolmaydi. Ammo bu kunlarda ishqirning Kunming, Shanxay, Nanming shaharlaridagi chegaralar orqali Vietnam, Laos, Burma chegaralariga o'tadigan ancha-muncha yo'llar borligi aniqlanib turadi. Lekin bu yo'llarda 2011-yillarda Allohga tavakkul qilib mangan 4 odamdan 3 odamning tutilish nisbati bor edi. Albatta bu yigitmi bu ahvollardan xabardor. Sözümüzge qaytib kelsak, yigit Nanmingdan ko'p yo'l izlagan bo'lsa-mu, yo'l topolmay Xi'anga qaytib keladi. Qaytib plan tuzdi va Shinjin shahri orqali Shanganga kelib, ondan Shangangdan Turkiyaga saqt pasport bilan mangmoqchi bo'ldi. Keyin bu plan bo'yicha Shinjin shahriga yetib kelgan bo'lsa-mu, Shanganga o'tadigan Xitoy chegarasi nihoyat qattiq tekshirilgachga bu yerdan yo'l topolmay qaytib ketdi. Bu jasoratli yigit bu jarayonda nurg'un chegaralarga borgan bo'lsa-mu, hech bir natija qozona olmaydi. Ammo o'ziga tushliq ko'p tajribalarni to'plagan bo'lib, bu qatim qayta Vietnam chegarasiga tutishadigan Nanming shahrining bir kichik yeziga kelib yo'l izlaydi. Bir kuni yigit yezida yo'l surishtirib yurgan vaqtida Xitoy soqchilar gumonliq deb tutib oldi va shu rayonlik soqchixonaga sulab 3 kun turg'izdi. Hikmat bilan ish qiluvchi buyuk Allah sirtlarda shuncha izlab topolmagan chegaradan o'tish yo'llarini bu yigitning nurg'un jafo mushaqqatga yo'liqtirib, tavlagandan keyin maxsus chegaradan odam o'tkazadigan odam bediklarini bu soqchixonada uchirtdi. Yigit soqchixonaga kirganda Xitoylarning 4 jinoyat gumondori bu yerda bo'lib, ularning birisi maxsus Vietnamlik ishlamchilarni chegaradan qonunsiz Xitoyga o'tkazadigan.
odam bedik ekan. Bu vaqtda uni tutib olg'ali 15 kun bo'lgan ekan. Yigit uning bilan so'zlashish orqali bu Xitoy odam bedikining uzun yildan beri mushu ishni qilib kelganligini, hatto Xitoydan Vyetnamga, Vyetnamdan Xitoyga, hatto Kambojiya, Tayland yoki Malayziyaga qochoq odamlarni boshqa davlatga odam bedikchilik qiladigan do'stlar bilan birlashib odam yutkaydiganligini aytib berdi. Yigit bilan turmudosh bo'lgan bu Xitoy o'zining qat yaqinda chiqib ketganligini, agar chegaradan o'tmoqchi bo'lsa, yordam qiladiganligini aytib, uyining adresini va telefon nomerini aytib berdi. Aqlli yigit nomerini yodlab, uyining adresini to'liq xotirlab oldi. Ammo uning o'zining ahvoli nihoyatda xavf ichida bo'lib, Xitoy soqchilari mushu necha kun ichida uni Urumchiga yo'tkaydiganligini aytdi. Yigit nurg'un jafodan keyin aron erishgan bu hijrat yo'lining xavrini mushundoqli yo'q qilib o'tishga chidamay jiddiy amal qilishni o'ylanadi. U turayotgan kamerda 6 odam turadigan bo'lib, jinoyat gumondorlari odatdagi qo'sh qavatlik sim karvatda yotadi ekan. Yigit inchiklik bilan qarasa, karvatlarni qurashtirish uchun 10 santr keladigan rizbiliq mix bilan chetilgan ekan. Yigitning kallasiga bu mixlarni bo'shitish keldi. Shu hamon uning xiyoliga bu lo'sim mixni yeb olsa, ondan doktorxonaga borsa, shu yerdan qochib ketalayman deb o'ylab, bir kecha haplashib karvatning lo'sini bo'shtidi. Ondan rizbiliq mixni chiqardi. Keyin bu mixni yeyishdan qo'rqdi. Chunki bu xili qo'pol mix bo'lib, tomliqi cho'ng barmoqdek, uzunligi bir tal tamakining cho'ngliqida keladi. Ammo jasoratli yigit uzun jafodan keyin erishmoqchi bo'lgan natija uchun oxiri tumur mixni nihoyat tezlikda eg'izidan o'tkazdi. Yigit tumur mixni yevatgan hamon boshqa jinoyatchilar soqchilarni chaqirdi. Bu vaqtda yigit nihoyat ko'p qusib yondirdi va chiroyi qizirib, boshlari qiyib, o'zgarib ketdi. Bu ahvolni ko'rgan soqchilar darhol doktorxonaga olib deb elib bormoqchi bo'ldi. Yigit barg'ili unmaydi. Soqchilar sababini so'raganda, o'zining ishkirda cho'ng bo'lganligi, Shinjonga borsa gunohsiz turmada yotganligini, uningdan bu yerda o'lgunining yaxshi ekanligini aytdi. Bu vaqtda yigit bu soqchixonaga